بسم الله الرحمن الرحيم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ. Ularga Nuh alayhisalomning xabarini tilovat qilib bergin. O'shanda o'zining qavmiga aytdiki: ey qavmim, agar sizlarga mening maqomim va sizlarga Allohning oyatlarini eslatishligim og'ir kelgan bo'lsa, katta bo'lgan bo'lsa, unda Allohgagina tavakkul qildim. Unday bo'lsa, ishlaringizni va butun shirklaringizni to'playlar. Keyin sizlarning ishlaringiz ustilaringizda g'am bo'lmasin. Ya'ni ichlaringizda qolmasin. Keyin menga xohlagan hukmlaringizni chiqaringlar va menga hech qanday muhlat ham bermanglar. Tafsir Vatlu ya Muhammad. Ey Muhammad alayhisalom tilovat qilib bergin. Qarang, aslida biz buni bu oyatlarda kofirlarga aytishligimiz kerak. Alayhim ay kuffari Makka. Ya'ni Makkaning kofirlariga. Payg'ambarimiz alayhisalom o'zining zamonidagi kofirlarga aytib bergandek, biz ham o'zimizning zamonimizdagi kofirlarga aytib berishimiz kerak. Lekin bu oyatlarni biz o'zimiz zamonimizda musulmonlarga aytib bersak, eshitgani qo'rqishadi. Aslida bu bizning qonunimiz bo'lishligi kerak. Hayotimizning dasturi bo'lishligi kerak. Qarang, u kofirlarga tilovat qilib bergin. Naba'a xabara Nuhin, Nuh alayhisalomning xabarini, voqeasini. Va yubdal minhu, bundan badal bo'ladi. Iz qala li qaumihi ya qaumi. O'shanda Nuh alayhisalom o'zining qavmiga aytdiki: ey qavmim, in kana kabura shaqqa alaykum maqami lubsi fikum. Agar sizlarga mening sizlarning ichlaringizda qolishligim, turishligim og'ir kelgan bo'lsa, mashaqqatli bo'lgan bo'lsa, ko'tara olmay turgan bo'lsalaringiz, qarang, Nuh alayhisalom ularga og'irlik qilyapti. Bizning zamonimizdagi mu'minlar ham ayni shaklda. Mu'minlar dunyoda qayerga borsangiz eng og'ir insonlaridir. Qayerga borsa, menman degan hukumatlariga og'irlik qiladi. Qarang, bu yaxshi emasmi bu? Tarozini bir pallasiga sizib qo'yadi, bir pallasiga millionlarcha odamlar qo'yishadi. Yaxshi emasmi? Nahotki siz o'sha pallada bitta bo'lib og'ir bo'lganlardan bo'lishni xohlamasangiz, millionlarning ichida bo'lishni xohlaysizmi? Allohning katta ne'mati-ku bu. Qarang, payg'ambarlarning hayoti shunday edi. Agar sizlarning ishlaringizda meni turishligim, qolishligim sizlarga og'ir kelgan bo'lsa, ya'ni xohlashmayapti-ku, Nuh alayhisalomni haydashga, yo'qotishga harakat qilishyapti. Ya'ni men sizlarning ishlaringizda turishligimni xohlamayapsizlar. Har xil fitna, fasod qilyapsizlar. Va tazkiri va'zi iyyakum bi ayatillahi, va Allohning oyatlarini sizlarga eslatishim, Allohning oyatlari bilan sizlarga va'z nasihat qilishligim sizlarga og'ir kelyapti turgan bo'lsa, fa'alallohi tavakkaltu, unda faqatgina Allohga tavakkul qildim degan edi Nuh alayhisalom. Biz ham shuni kofirlarga aytib, qara, Nuh alayhisalom zamonidan boshlangan edi, bu butun payg'ambarlarning sunnatidir. Biz ham aytamizki, agar bizni sizlarning ichlaringizda
yoki sizlarni vatanlaringizda, sizlarni mintaqalaringizda qo'limizdan kelganicha dinimizga amal qilib yashashligimiz og'ir kelyapti turgan bo'lsa va sizlarga bizni da'vatlarimiz og'ir kelyapti turgan bo'lsa, unda biz Allohga tavakkul qildik deyishimiz kerak. Fa ajmi'u amrakum, butun ishlaringizni to'planglar deyishimiz kerak. I'zimu ala amrin taf'alunahu bihi, meni to'g'rimda qilmoqchi bo'layotib turgan ishlaringizga azm qilinglar, ya'ni qarorlaringizni beringlar. Va shurakaakum, va shirklaringizni ham, butlaringizni ham to'planglar. Qarang, biz bu kufr, shirk tuzumlarga qarshi Allohning dinini dushmani bo'lgan kim bo'lsa bo'lsin, oti nima bo'lsa bo'lsin, hammasiga shuni aytishligimiz kerak. Men Allohgagina tavakkul qildim. Sizlar butun ishlaringizni, siyosatlaringizni, hukumatlaringizni to'planglar. Va butun shirklaringizni, butlaringizni, ilohlaringizni, xudolaringizni to'planglar deyishligimiz kerak. Biz zamondagi menman degan musulmon nima deydi? Men sizlarning ishlaringizda yurishligim og'irlik qilyaptimi? Men sizlarga nasihat qilishim og'ir kelyaptimi? Qilmayman endi deydi. Ana men o'zim vazifamni bajarib qo'ydim. Endi aytmayman endi, o'zlaringizdan ko'ringlar. Keyin sekin kofirlar, din dushmanlari qonunlar chiqarsa, bu ham sekin qadam-qadam ergashib ketaveradi. Shunday qilib sekin-sekin man qilaveradi, bu ham teppa-teng ketaveradi. Va buni dindorlik deb bilishadi. Musulmonchilik deyishadi. Haqiqiy islom mana bu, iymon mana bu, dindorlik mana bunday bo'ladi. Agar meni sizlarning ishlaringizda yashashligim va da'vat qilishim og'ir kelyapti turgan bo'lsa, Allohgagina tavakkul qiling. Ba'zi aytadiki, endi bu gapni gapirish uchun orqangda kimdir bo'lish kerak-da. Alloh bor-ku, Alloh yetmaydimi? Robbul alamin bor-ku. Mana Nuh alayhisolamning orqasida kim bor edi? Hech kim yo'q-ku. Va sanoqli insonlargina, qarang, sanoqli insonlargina Nuh alayhisolamni da'vatini qabul qilganda xolos. Boshqa butun jamiyat, butun dunyo Nuh alayhisolamga qarshi edi. Shunda fa'ajmi'u amrakum, butun ishlaringizni to'planglar deyapti. Polislaringni tasha deyapti. Amniyatingni tasha, istixborotingni tasha. SMBlar, FSBlar hammasini tasha deyapti. Interpolini ham chaqir deyapti. Hammasi ishga tushsin. Va shurakaakum, butun shirklaringizni, butun xudolaringizni, ilohlaringizni chaqiringlar, to'planglar. Bu yerda ikkita tafsir bor. Va shurakaakum deganda al-vav bi ma'na ma'a. Vav ma'a ma'nosida, bunga ko'ra maf'ul ma'fu bo'ladi. Butun ishlaringizni xudolaringiz bilan birgalikda to'planglar degan ma'noda. Jamlanglar degan ma'noda. Ya'ni sizlar ham butun kuch-quvvatlaringizni to'planglar, siyosatlaringizni, hukumatlaringizni to'planglar, xudolaringiz ham butun o'zlarini kuch-quvvatini, siyosatini, hukumatini to'plasin. Va nahv kitoblarida o'qigansizlar, vovda atfda ham ehtimoli bor. Ya'ni atf qilish ham mumkin. Amrokumga atf bo'lsa ham bo'laveradi. Unda siyosatlaringizni to'planglar va shirklaringizni, xudolaringizni to'planglar. Hozir ko'ryapsizlar, musulmonman degan zolim podsholar yo Rusni o'ziga xudo qilib olgan yoki Amerikani o'ziga xudo qilib olgan. O'sha xudoyin bo'lgan Rus yoki xudoyin bo'lgan Amerika bilan mana undan boshqa xudolaring bo'lsa hammasini to'plagin, mana siyosatlaringizni birlashtiringlar, qo'llaringizdan kelganini qilinglar deyapti. Qani ochiqchasiga aytildi deyapti. Siz ularni maydonga chaqiryapsiz, chunki sizni orqangizda Alloh taolo bor. Allohga kim qarshi kela oladi? Nuh alayhisolamning gapi bu yerda to'xtagani yo'q. Qarang, davom etyapti. Summa la yakun amrukum alaykum ghummatan. Keyin ishlaringiz sizlarni o'yinlaringizda, ustilaringizda g'am bo'lmasin deyapti. Ya'ni masturan, maxfiy bo'lmasin deyapti. Menga dushmanlik qilasizlarmi? Maxfiy qilmanglar deyapti. Bal azhiruhu, balki izhor qilinglar. Va jahiruni bihi, va meni to'g'rimda ochiqchasiga oshkora qilinglar deyapti. E'lon qilinglar. Butun medialarda ko'rsatinglar deyapti. Televizorlarda ko'rsatinglar, radiolarda gapiringlar. Hammasida, Facebookda, WhatsAppda, qo'llaringizdan nima kelsa, nima imkonlar bo'lsa hammasini ishlatinglar. E'lon qilinglar. Ajmi'u degani to'planglar deganda mahkam bo'linglar degan ma'nosi ham bor. Jamoat bo'lgandan keyin quvvatli bo'ladi-ku. Shuning uchun i'zimu deb tafsir qildi Suyuti, azmli bo'linglar degan. Mahkam bo'linglar, jiddiy bo'linglar deyapti.
Bu yerda ham to'xtamadilar. Summaqdu ilayya. Keyin meni to'g'rimda hukmlaringizni chiqaringlar. Summaqdu ilayya. Meni to'g'rimda qonunlaringizni chiqaringlar, hukmlaringizni, qarorlaringizni chiqaringlar. Nima desalaringiz deyurlar? Terrorist deysizlarmi? Al-Qoida deysizlarmi? Vahhobiy deysizlarmi? Nima desalaringiz deyurlar? Umdu fi ma aradtumuhu va o'sha xohlagan narsalaringizni davom etinglar. O'sha menga zarar bermoqchimisizlar? Meni yo'qotmoqchimisizlar? Shu hukmni chiqardilaringizmi? Davom etinglar shunda. Wala tunziruni va menga muhlat bermanglar. Hech menga imkon bermanglar. Tumhilun, meni ihmol qilmanglar. Endi Nuh alayhisalom nima qilar ekan? Bizda aytadi-ku, bir hukumatga ishonish kerak, bir narsa bo'lish kerak. Bunday gapni gapirish uchun bir narsa bo'lish kerak-da deydi. Tafsirda qarang. Fa inni lastu mubaliyan bikum. Albatta men sizlarni hech nazarimga ham ilmayman deyapti. Qarang. Bu gapni gapirish uchun illo bir narsaga tutilish kerak emas. Endi Allohga tavakkul qilasiz, boshda aytildi-ku, fa'alallohi tavakkaltu. Allohgagina tavakkul qildim deb boshda aytildi. Lekin zohiriy qurol-yaroqlaringiz, askarlaringiz, hukumatingiz, davlatingiz bo'lish shart emas. Hech ularni mensimay qo'yasiz, bir tiyinga olmay qo'yasiz, rasvo bo'ladi. Ya'ni dushmanga eng katta zarba uni mensimaslik, bir tiyinga olmaslik. Shunda butun dabdabasi bilan rasvo bo'lib qoladi, xor bo'lib qoladi. Qarang, osongina, hech narsa kerak emas. Hech narsa emas sizga. Lastu mubaliyan bikum. Sizlarga hech parvo qilmayman deyapti. Hech e'tiborga olmayman sizlarni deyapti. Hali izzat qarang, bundan oldingi oyatlarda Alloh taolo aytdi, izzat meniki hammasi deyapti. Sen avliyo bo'lsang, mana avliyolik mana bunday bo'ladi. Avliyolik bu cheka joylarga kirib olib, yo xonaqolarga kirib olib, chillaga kirib olib, sub deb yotishlik bilan bo'lmaydi. Avliyolik o'ng yuzga ursa chap yuzni tutib berishlik bilan bo'lmaydi. Avliyolik mana bunday bo'ladi. Mana Nuh alayhisalom avliyo, Allohning do'sti. Alloh taolo tarixdan mana bir misol ko'rsatyaptiki, mana shunday bo'lasizlar deyapti. Mana shu haqiqiy izzatli hayotdir. Xo'sh, bizning zamonimizdagi musulmonlar bu oyatlarga amal qilmasdan, kofirlarning butun qonunlariga bo'ysunishlik, ularga itoat qilishlikni o'zlari aldab taktika deb olishgan. Biz taktika qilyapmiz, kofirlarni aldayapmiz deyshadi. Vaholanki hech uzluksiz holatda kofirlarning qonunlariga itoat qilib ketishyapti. Xo'sh, nima foyda qilishyapti? Borgan sari xor bo'lib, borgan sari sharmanda bo'lyapti-ku. Hech qanday izzat, hech qanday yutuq yo'q-ku. Shuning uchun payg'ambarlarning yo'lidan boshqa yo'l yo'q. Yo'lingiz aniq bo'ladi. Mana bu yo'lni aniqligi to'g'risida. Lekin bu degani kufr ahli bilan janjal qilib tortish degani emas. Ular bilan yuzma-yuz kelganingizda shirin gapirib, go'zal axloq bilan da'vat qilaverasiz. Alloh taolo qavlan layyinan dedi-ku Musa alayhisalomga, Firavunga borganingda yumshoq so'z bilan da'vat qilasan dedi. Muhammad alayhisalom ham yumshoq shirin so'zlar bilan da'vat qilardilar. Lekin yo'lda aniqligi kelganda, meni yo'lim mana shu. Men islomdan zarra qadar uzoqlashligi mumkin emas. Mana shu meni dinim deyishligingiz kerak.